Avval xabar berganimizdek, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, norasmiy faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni ro'yxatdan o'tkazish yuzasidan shahar va tumanlardagi dehqon bozorlari va savdo majmualarida soliq xodimlaridan iborat ishchi guruhlar tomonidan xatov olib borilmoqda. Ushbu lavhalar Farg'ona savdo majmuasida tasvirga olindi. Berilgan ma'lumotga ko'ra, majmuada 400 ga yaqin tadbirkorlar faoliyat yuritadi. Soliq xodimlari har bitta savdo do'koniga kirib, holatni to'liq o'rganishyapti. Ushbu do'konda tushum kassa apparatiga kiritilmagan duch kelindi. Kiyim-kechak savdo do'koniga kirilganda holatda terminal orqali 1.310.000 so'm kirim qilinganligi, lekin kassa apparatiga o'sha summa kirim qilinmaganligi aniqlandi. Holat bo'yicha tadbirkorimizga tushuntirish berildi. Terminaldan yechilgan pullar kassa apparatiga kirim qilinganligi to'g'rilandi. Mana kirim qilib cheklari chiqarib berildi. Bu bo'yicha tadbirkorga doimiy kirim qilib borish bo'yicha ogohlantirish berildi. E'tiborsiz bo'lib qolibmiz. Bunga tushuntirishlar olib borishdi. Undan keyin doimiy ravishda olib boramiz. Yana bir savdo do'konida ham ana shunday holat aniqlandi. E'tiborsizlik javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lishi sotuvchiga tushuntirildi. Kassa apparatdan foydalanardik. Xolis ilovani endi o'rnatib berishdi. Endi buni ishlatib bordik, muntazam urib borishlikni bilmasdik. Buni ogohlantirishni kirib soliq idora xodimlari ish kerak ekan bunga. Bunga jarima ham bor ekan, ishlatilmasa, xudo xolasa bundan ba'giga muntazam ishlatib boramiz. Xatlov jarayonida tadbirkorlik subyektlarining ijara shartnomasi borligi, terminal va kassa apparatlaridan doimiy foydalanishlari, sotuvdan tushgan mablag'larning Paynet xolis ilovasi orqali onlayn kirim qilinishi ko'zdan kechirildi. Xatlov jarayonida 4 ta holatda kunlik tushumini kassa apparat kirim qilinmaganligi holati aniqlandi va joyini o'zida bartaraf qilib kassa apparat kirim qilish ta'minlandi. Shuningdek, ijara shartnoma tuzmayotgan 3 nafar xodimga zudlik bilan ijara shartnoma bugun o'zida tuzdirilishi nazoratga olindi. Bitta holatga hujjat tadbirkor savdo do'koni vaqtincha faoliyat to'xtatilib, ro'yxatdan o'tish uchun yagona darajaga yuborildi. Shuningdek, har bitta tadbirkorlarga hozirgi holatda aniqlangan kamchilik kelgusi aniqlanadigan holatda belgilangan tartibda javobgarligi bo'yicha ogohlantirishlar berildi. Shahar va tumanlardagi bozorlar, savdo majmualarida ishchi guruhlari tomonidan xatlov jarayonlari davom etmoqda.